Bilim olish, uni boyitib borish, undan yoshlarni bahramand etish dunyodagi eng ezgu ish sanalsa, ilm yo'li hayotning eng yorug' va nurli yo'lidir. Shu ma'noda ilm yo'lida butun kuch-g'ayratini sarf etayotgan insonlar shijoatiga, yutuqlarga har qancha havas qilish mumkin. Ahamiyatli tomoni shundaki, inson ilm izlab bu yo'lda shunchaki odimlamaydi, balki o'z-o'zidan yuksaklikka ko'tarilib ham boraveradi. Namangan davlat universiteti tarix kafedrasi professori Narimon Dehqonov ana shunday inson. U 1984-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. Namangan davlat universitetini tamomlagan. 2012-yilda tarix fanlari nomzodi, 2016-yilda dotsent, 2021-yilda siyosiy fanlar doktori, 2024-yilda professor ilmiy unvonlariga sazovor bo'lgan. Narimon Dehqonov shu kungacha ilmiy izlanishlari doirasida 100 ga yaqin nashrlarda qatnashdi. Uning muallifligidagi bitta darslik, 2 ta monografiya, 2 ta o'quv qo'llanma, 2 ta ilmiy uslubiy ishlar, 90 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar shular jumlasidandir. Narimon Dehqonov nafaqat ko'p yillik tajribaga ega ilg'or pedagog, balki zamon bilan hamnafas, tashabbuskor, sohadagi yangilik va islohotlarning faol ishtirokchisi ham. U yosh avlodni har jihatdan barkamol voyaga yetkazish borasida samarali mehnat qilib kelmoqda. Uning tashabbusi bilan universitetda qator loyihalar amalga oshirilib kelinadi. Jumladan talabalarda jamoatchilik ishlariga mas'ullik va yurt ishiga daxldorlik tuyg'usini yanada oshirish, ular iste'dodini sayqallash maqsadida yosh ekopatrul, yo'l harakati xavfsizligi targ'ibotchisi, qalqon, yosh dizaynerlar, mobil chevarlar guruhi, ko'ngillilar, o'zini o'zi boshqarish organi, Namangan davlat universiteti FM onlayn radiosi va ovoz yozish studiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan va bu respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari orasida birinchi bo'lib amalga oshirilgan tashabbuslar hisoblanadi. O'z navbatida Narimon Dehqonovning sa'y harakati bilan jamoatchilik boshqaruvi, iqtidorli va tashabbuskor lider talaba yoshlarning universitet boshqaruv tizimida ishtirok etishini ta'minlash maqsadida jamoatchilik asosida talaba rektor, talaba dekan lavozimlari joriy etilgan. Narimon Dehqonov har bir talaba yoshning iqtidori, qiziqishi va salohiyatini to'g'ri chamalay oladi va shuning uchun ham Namangan davlat universiteti talabalari yaqin vaqt ichida respublika oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan islohotlar bilimdoni, kitobxon yoshlar, eng yaxshi kitobxon, zakovat, ma'rifat maydoni, yilning eng faol talabalar teatr studiyasi, Yangi O'zbekistonni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan bunyod etamiz shiori ostidagi respublika tanlovlari hamda universiada va student cup musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu tanlov va musobaqalarda ishtirok etgan jamoalarga Narimon Dehqonov rahbarlik qildi. E'tiborlisi, Narimon Dehqonovning o'zi ham respublika va viloyat miqyosida o'tkazilayotgan turli festival, tanlov va sport musobaqalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan u Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yoshlar siyosati va sport vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Universiada sport musobaqasi respublika tashkiliy qo'mitasi, Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi, Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi, Namangan viloyati qo'g'irchoq teatri, Namangan viloyati saxovat uyi tomonidan o'tkazilgan qator tanlov va nufuzli tadbirlardagi faol ishtiroki, muvaffaqiyati uchun diplom, sertifikat va tashakkurnomalar bilan taqdirlangan. Narimon Dehqonov mamlakatimiz siyosiy hayotida ham faol ishtirokchi. U 2014-yil 21 dekabr va 2019-yil 22 dekabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlarining saylovida, 2016-yil 4 dekabr va 2021-yilning 24 oktyabrda o'tkazilgan prezident saylovi jarayonlarida tuman va shaharlarda saylov uchastkalarini tayyorlash, rais o'rinbosar va kotiblarni o'qitish hamda aholi o'rtasida targ'ibot ishlarida faol qatnashdi. Shuningdek, 2023-yil 30 aprelda o'tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlarga bag'ishlangan referendum, 9-yilda o'tkazilgan prezident saylovi va 2024-yil 27 oktyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlarining saylovini o'tkazish, uchastka raislari va a'zolarini o'qitish jarayonlarida Namangan viloyati ishchi guruhi raisi sifatida faoliyat olib bordi. 2024-yil 27 oktyabrda mahalliy kengashlar deputatlari uchun bo'lib o'tgan saylovda esa 8-Sho'rkent saylov okrugidan xalq deputatlari Namangan viloyati kengashiga, 17-Sohibkor saylov okrugidan xalq deputatlari Namangan shahar kengashiga deputat sifatida saylandi. Bugungi kunda xalq dardu tashvishiga yelkadosh bo'lib, yurt ravnaqi yo'lda sidqidil xizmat qilib kelayotgan deputat Narimon Dehqonovning saylovchilar oldida hurmati baland va yuzi yorug' desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u doim xalq ichida, odamlar orasida.
yangi O'zbekistonimizda chin dildan mehnat qilgan fidoyi inson borki, hukumatimizning, prezidentimizning e'tiboridan chetda emas. Bugungacha O'zbekiston mustaqilligiga 30 yil esdalik nishoni, xalqaro Amir Temur esdalik nishoni va ma'naviyat fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan Narimon Dehqonov ham ulardan biri. U ayni paytda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyatining faol a'zosi, Namangan viloyati Ma'naviyat va ma'rifat kengashi jamoatchilik targ'ibot guruhi a'zosi, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoatchilik kengashi raisi o'rinbosari, Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi huzuridagi ijtimoiy sheriklik bo'yicha jamoat komissiyasi a'zosi ham hisoblanadi. Bu shunchaki jamoatchilik asosidagi vazifa emas, balki zimmadagi katta mas'uliyatdir. Buni qalban anglagan Narimon Dehqonov Namangan viloyatidagi mahalla fuqarolar yig'inlari, siyosiy partiyalar hamda jamoat tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va siyosiy jarayonlarda o'z tajribasidan kelib chiqib targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Uning kuchli bilimga egaligi, mulohazakorligi, teran fikrlari bilan targ'ibot ishlari samaradorligiga munosib hissa qo'shib kelayotganini e'tirof etish ayniqsa o'rinlidir. Narimon Dehqonov respublika va viloyat televideniyasi, radiosi, matbuoti, yetakchi internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, davlat va jamoat tashkilotlaridagi chiqishlari bilan barchaga yaxshi tanish. Bu orqali u O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi, farmon, qaror va farmoyishlari mazmun mohiyatini, yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli tarixiy islohotlarni targ'ib qilib kelmoqda. Tashabbuskorlik shunchaki so'z va oddiygina faoliyat emas. Tashabbuskorlik vatanga bo'lgan kuchli mehr, xalqqa bo'lgan chuqur hurmat, yurt ertasi uchun tom ma'noda daxldorlik demakdir. Narimon Dehqonovdagi bu fazilat haqida so'z ketganda ayni shu fikr xayolingizga keladi. Bir so'z bilan aytganda u bilimiga tayangan, vatanga bo'lgan mehridan kuch olayotgan, bu kuchni esa yana vatan taraqqiyoti yo'lida sarf etayotgan inson.